Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana Lavo brendida ishlab chiqarilayotgan ko'mirga moslashgan kotellarimiz. Bu kotellarimizning eng afzal tomonlarini sizlarga aytib o'tadigan bo'lsak, bu kotellarimiz hozirgi kunda 40 kilo, 50 kilo ko'mir bilan 200-250 kvadratgacha bo'lgan uylarda bir sutka davomida bemalol to'xtamasdan isitib beradi. Bu kotellarimizning afzallik tomonlarına keladigan bo'lsak, bunda bizlar hozirgi vaqtda ko'mirlarimizning asosiy 80% bir unta, ya'ni mayda ko'mir bo'lganligi sababli shunga moslashib ishlab chiqilgan kotelimiz hisoblanadi. 40 kilo, 50 kilo ko'mirning untag'i bilan Xudo xolasa nasib qilsa, bir sutka mobaynida bez отказ to'xtamasdan yonib beradi. Buni bir necha bor reklama qilib o'tirmiz. Shavkat akamiz boshlig'ida ishlab chiqarilyapti ushbu kotelimiz. Bu kotelimizni shaxsan mening o'zim bir yil ispitanadan o'tirdim, yog'ib ko'rdim, foydalanib ko'rdim. Hozirgi vaqtda juda yaxshi ekonomik kotel hisoblanadi. Buning sizlarga qisqacha bir yog'ish tartibini aytib o'tadigan bo'lsam, bir xalta, ya'ni bir 40 kilo kulni shu ichine salasizlar, sho'rga. İçine salaslardag'i shu mana sho'rgacha olib kelasizlar, sho'rgacha siyadi, xudo xolasa. Sho'rgacha shu bir xalta ko'mirni solib, kullini solib, üstünden bir ağaç otunu saptırıp, yağıp durup, alıştırıp verəsilər. Xudo xolasa şu bilan bir sutka mobaynida to'xtamasdan yanıb beradi. Hana şu eng ekonomik tarafı. Yana tag'in bir tarafı suyut o'chgan vaqtida ayrimlarimiz suvimizga nasos qo'yamiz. Ya'ni bir turba bo'ladi, ko'pimiz kauchuk turbadan o'tiramiz. Shuni hisobına olan hisobga olinib, bu kotelimiz qaynamaydi. Suyut o'chgan taqdirda ham nasosimiz, ventilatorimiz to'xtagan taqdirda ham ichindagi ko'mirning o'tinga nega ko'mirga bu kotel qaynab ketmaydi, o'zi suvni to'yib tashamaydi. Bezapasini hisoblanadi. Xohlagan vaqtingiz orqayin bemalol xohlagan joyingizga borib kelasizlar. Yana bir ekonom tarafi, bundan mo'rdan umuman issiqlik chiqmaydi. Agar suvimizda 100 gradus, 120 gradusga olib chiqqan taqdirimizda mo'rimiz nari borsa bir 40 gradusga chiqadi. Shungachalar hech qanday issiqlik chiqmaydi bundan. Eng ekonom, başka brendlerge nelerge ishonib aldanib qolmasdan shu o'zlarimizda ishlab chiqarib turgan kotellardan olishingizni tavsiya qilamiz bizlar. Keyin datchiklarni hisobga olgan bo'lsak, buna datchiklarimiz bu datchigimiz ma'lum bir temperaturaga qo'yamiz. Misol uchun bir 60 gradusga yoki bo'lmasa 80 gradusga qo'ygan vaqtimizda ventilatorimiz o'zi avtomatik o'chadi. Agar ichida ko'mirimiz, ichine solib qo'ygan ko'mirimiz yo'qolgan taqdirda mana bu datchik orqali sirkali nasos hamda ko'mirimiz yo'qolgan vaqtida ushbu datchigimiz ventilatorda sirkali nasosni hammasini o'zi avtomatik o'chiradi. Xullas kalom, har taraflama o'ylab qarasak ham orqayin olib ishlatsak bo'ladigan kotelimiz bezapasli kotel hisoblanadi. Burada hozir menaka ishlab turgan jarayonlarimiz ko'p, menakalarimiz ishlayotir. Zakazlaringiz bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Bog'cha, maktab, uy hammasini moslab ishlab chiqarsak bo'ladi. Mana hozir sinov muddatine keladigan bo'lsak, sinov muddatida mana kompressor orqaslab menaka hozir 4 atmosfera havo berib qo'yibmiz. Sal ko'rinib qaramay turibdi, mana ko'rindi. 4 atmosfera havo berib qo'yibmiz. Mana shunga hech qanday yerdan havo chiqmagan taqdirdagina sizlarga shu kotelni uylaringizga olib borib beramiz. Ustonovka xizmati o'zlaringizdan bo'ladi faqat. Kim bunun yanlış jarayonlarini ko'rmoqchi yoki so'ramoqchi bo'lgan bo'lsa, Xudo xolasa nasib qilsa, keyingi videomizda bir nelerimizning uylarini, akalarimizning uylarini olib borib qo'ygan kotellarimiz bor. Xudo xolasa shularni nasib qilsa, yog'ish jarayonlarini sizlarga o'zlarimiz отдельный video qilib joylab boramiz. Bu kotelni bemalol qo'rqmasdan olsak bo'ladi. Chet eldagi kotellarimizdan olib 100 kilo, 150 kilo ko'mir rasxod qilib o'tirgan akalarimiz ham bor. Şu akalarımızga ana shu kotellarimizdan tavsiya qilib qolamiz. Adashmanglar, o'zlarimizda ishlab chiqargan koteldan olishlaringizni tavsiya qilib qolamiz. Garantiyasi bor. Agar 150-200 kvadrat joyda 50 kilo ko'mir bir sutkaga yetmagan taqdirda bizlar borib shu kotellarda pullaringizni qaytarib berib olib ketishga javob beramiz. Keyin yana aytib o'tadigan bo'lsak, bu materiallar 4lik listdan ishlanadi. Asosan icham, satam 4lik bilan. İçinin jarayonlari buna. Turbalarimiz ana shunday shaklda qo'yiladi. Bu kotelimiz hech qachon qaynamaydi. İçinin materiallarının nesine hammasini garantiya qo'yib beramiz. Turbalarimiz qadam hammasini. Barisi shu ekonom form. Do'stlar, shu yerda bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bizlarning manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudara tumani Ayaqchi mahallasida joylashgan. Ya'ni burungi
burungi imtiz hozirgi vaqtda yoshlar sanoat zonasi deb aytiladi. Bu kotellarimiz sertifikat hamda litsenziyaga ega hisoblanadi. Video olish jarayonimiz 2025-yil 24-oktyabr. Ushbu videolarimizda sizlardan iltimos hamda ne qilib qolamiz? Bir like bosib, qo'llab-quvvatlaversangizlar. Bizlardan xalqimiz boshqa yerlarga aldanmasligi talablarimiz bizlar.